بسم الله الرحمن الرحيم. En şefkatlik, en mihriban Allah'ın ismiyle başlayman. والذاريات ذروا Tuproqni so'rg'uchi shamollar bilan qasamki, فالحاملات وقرا yomg'irlarning ig'irligini ko'targuchi bulutlar bilan qasamki, فالجاريات يسرا suv ustida yenik mang'uchi kiyimlar bilan qasamki, فالمقسمات أمرا ishni, ya'ni bandalar orasida rizqlarni, yurtlar orasida yomg'irlarni taqsim qilg'uchi farishtalar bilan qasamki, إنما توعدون لصادق sizlarga va'da qilingan savob, azob, qiyomat qatorliqlar albatta rostdir. وإن الدين لواقع Yaxshi amallarni mukofotlash, yomon amallarni jazolash cho'qim bo'ladigan ishdir. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف Yo'llari va osmon bilan qasamki, payg'ambar haqida sizlarning so'zinglar haqiqatan xilma-xildir. يؤفك عنه من أفك Alloh subhanahu va taolaning ilmi azalisida hidoyatdan burib etilgan odam Qur'onga va Muhammad sallallohu alayhi vasallamga iymon keltirishdan burib etiladi. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون Kazzablarga la'nat bo'lsin-ki, ular jaholatga cho'mgan bo'lib, oxirat ishidan g'aflatidir. يسألون أيان يوم الدين Ular Rasulullohdan qiyomat qachon bo'ladi deb so'raydi. يوم هم على النار يفتنون U bo'lsa, u kunda do'zaxda azoblanadigan kundir. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون Do'zaxga muvakkil farishtalar ularga sizlarga qilingan azobni tetinglar. Mana bu sizlar dunyodagi chig'inglarda aldiratgan narsadir deydi. إن المتقين في جنات وعيون Shubhisizki taqvodorlar jannatlarda va iqib turgan buloqlarning orasida bo'ladi. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين Ular Rabbi ato qilgan narsalarni qabul qiladi. Ular buningdan ilgari, ya'ni dunyodagi chaqda yaxshi ish qilguvchilar edi. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون Ular kechasi oz uxlaydi. وبالأسحار هم يستغفرون Ular saharlarda Rabbidan mag'firat tilaydi. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم Ularning pul mollarida saillar va ifatligidan saillik qilmaydigan muhtojlar huquqi ega edi. Ya'ni ular saillarga va muhtojlarga sadaqa qiladi. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون Ziminda va o'zinglarda Allohga chin e'tiqod qiladiganlar uchun Allohning qudratini va birligini ko'rsatadigan nurg'un alomatlar bor. Buni ko'rmamsizlar? وفي السماء رزقكم وما توعدون Osmonda sizlarning rizqinglar bor. Sizlarga va'da qilingan savob bor. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون Osmonning va zaminning Rabbi bilan qasamki, sizlarga va'da qilingan narsa o'zinglarning so'zlayotganinglardek, ya'ni so'zlashinglarning o'zinglarga aniq bo'lganidek haqdir. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين Ey Muhammad sallallahu alayhi vasallam, sana İbrahimning hurmatli mehmonlarining xabari yetdimi?
إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. Öz vaqtida ular İbrahimning yeniga kirib, "Salam" dedi. İbrahim salamni ilik aldı. İçide "Natunish odamlar-ku" dedi. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. Şunun bilen o asta ailesiga chiqib, pishirilgan bir semiz mozayni ilib kirib, ularning oldiga qo'yib, "Yemamsizlar" dedi. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. Ularning tamoq yemaganligini ko'rib, qalbida ulardan qo'rqdi. Ular "Qo'rqmag'in, biz Rabbingning elchilarimiz" dedi. Ular İbrahimga bilimlik bir o'g'il bilan xo'sh xabar berdi. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. İbrahimning ayoli suran silib kelib, ajablanganligidan o'zining yuzini kachatlab, "Men tug'mas mo'may tursam, qandoq tug'aman?" dedi. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. Ular Rabbing shundoq dedi. U haqiqatan hikmat bilan ish qilg'uchidir, hammani bilguchidir dedi. قال فما خطبكم أيها المرسلون. İbrahim, ey elchilar, sizlar nima ish bilan avatildinglar dedi. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. Ular biz haqiqatan bir gunohkor qavmga avatildik. Ya'ni Lut qavmining ustiga laydan pishirilgan tosh yog'dirish uchun avatildik. لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. Ularning ustiga Rabbingning dargohida gunohi haddidan oshquchilar uchun belgi qo'yilgan, ya'ni halok qilinguchining ismi yozilgan laydan pishirilgan tosh yog'diramiz. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. Halok bo'lmasin deb Lotning shahridagi mu'minlarni sirtqa chiqarib etdik. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. Biz o shahardan musulmonlardan faqat bir oilani topdik. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. O shaharda qattiq azobdan qo'rqadiganlar uchun nishon qoldirdik. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. Musa'nın qissidimi bir türlük alamet bor. Öz vaqtida uni biz Fir'aunga ro'shan dalil bilan avatdik. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. Fir'aun öz qo'shuni bilan iymondan yuz o'rdi. U Musa sehrgardir yoki majnundir dedi. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. Fir'aunni va uning qo'shinini jazoladik. Ularni dengizga tashladik. Fir'aun ayblanguchidir. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. Adning qissidimi bir türlük alamet bor. Öz vaqtida ularga yomon bo'ronni avatdik. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. U ya'ni bo'ron har qanday narsaning yenidan o'tsa, uni chirgan so'ngakdek tutma-talang qilib o'tadi. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. Samudning qissidimi bir türlük alamet bor. Öz vaqtida ularga sizlar vaqtliq foydalaninglar dedik. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. Ular Rabbining amriga qarshi chiqdi.
ularni chaqmoq halok qildi. Halbuki ular azobning tushayotganligini ko'zlari bilan ko'rib turadi. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. Ular azob tushgan vaqtda o'rinlaridan turishqimi, o'zlarini qo'g'dashqimi qodir bo'lolmadi. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. Ilgari Nuhning qavmini halok qildik. Ular haqiqatan fosiq qavm edi. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. Osmonni qudrat bilan barpo qildik. Biz haqiqatan qudratlikmiz. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. Zaminni yaydik. Biz nima degan yaxshi yayg'uchimiz? ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. Sizlar ibrat ilishinglar uchun har bir narsani jup yaratdik. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Aytqin ki Allah tarafga qechinglar, ya'ni Allohga iltijo qilinglar. Men haqiqatan sizlarga Alloh tarafidan kelgan ochiq ogohlantiruvchiman. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. Sizlar boshqa ma'budni Allohga shirik qilmanglar. Men haqiqatan uning tarafidan kelgan ochiq ogohlantiruvchiman. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. Ulardan ilgirki ummatlarmu shundoq edi. Ularga har payg'ambar kelsila, ular uni bir sehrgar yoki bir majnun dedi. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. Ular payg'ambarlarni inkor qilishni bir-biriga tavsiya qilishganmi? Hargiz undaq emas. Ya'ni ular bir-biriga undaq tavsiya qilishgan emas. Ular haddidan oshqichi qavmdir. فتول عنهم فما أنت بملوم. Ulardan yüz o'rgin. Sen malomat qiling'uchi emassan. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Va'zi nasihat qilgin. Va'zi nasihat mu'minlarga foydali. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Jinlarni, insonlarni faqat menga ibodat qilish uchunla yaratdim. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. Ulardan men rizq tilamayman va ularning meni oziqlantirishini tilamayman. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Allah haqiqatan hammaga rizq berguchidir, qudratlidir. Allohning quvvati ortiqdir. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. O'zlariga zulm qilganlardan azobdan o'tganki halok bo'lgan do'stlarining nasibisidek nasibisi bo'ladi. Bular azobimga oldiratmasin. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. Kafirlarga va'da qilingan kundan kafirlarga voy.